Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizlar kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda Mirzo Ulug'bek rayonida joylashgan 2 xonali kvartirani video obzorini qilib beramiz. Umumiy kvadraturasi 77 kvadratda tashkil qiladi. Orientiri yangi qurilgan yalang'och masjidini ro'parasi ko'rsatayotgan joyimiz zalbotda. Zalning razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 4 metrda tashkil qiladi. Mebel va texnikalar bilan jihozlangan, yaxshi texnikalar o'rnatilgan, sifatli mebellar joylashtirilgan. Bu joyda prixojka, podyezddan kirib kelish, kattagina prixojka bo'lyapti. Mana shu joyda demak mebellari yasatilgan, tayyor holatda. To'g'rida sanuzel, uni oldida oshxona va chap tarafimizda yotoqxona joylashgan. Bu joyda terma regulyatorlar o'rnatilgan, xohlagan temperaturani o'zingizga mos keladigan temperaturani belgilab qo'ysanglar bo'ladi. Oshxonaga kirib kelamiz. Oshxonaning ko'rinishi, demak, oshxonada ham mebel va texnikalar joylashtirilgan. Bu joyda Goodwill brendiga tegishli bo'lgan texnika, demak, xolodilnik bor, zamonaviy rakvina, gazli plita, duxovka hamda mikrovalvoli pech o'rnatilgan. Har bitta xonada chiroyli lyustralar ilingan va konditsionerlar joylashtirilgan. Demak, 7 qavatli novostroykani 7-qavatida joylashgan 2 xonadan iborat bo'lgan kvartira. Umumiy kvadraturasi 77 kvadratda tashkil qiladi. Demak, oshxonani ko'rinishi bo'ldi. Bu joyda televizor o'rnatish uchun joylari hisobga olingan. Domofonlar o'rnatilgan. Sanuzel ko'rinishi. Unitazlar installyatsiya qilingan va bu joyda yotoqxona joylashgan. Yotoqxonaning razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 3,5 metrda tashkil qiladi. Patoloklari baland-baland qurilgan dom, demak, yotoqxonada ham spalniy kravat va bu joyda shkaflari yasatilgan, tayyor holatdagi kvartira. Bu kvartiraning narxini yozib qo'yamiz. Qiziqadiganlar ko'rsatilgan telefon raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Joylashgan manzilini yana bir marta eslatib o'taman. Mirzo Ulug'bek rayon yalang'och masjidini ro'parasida qurilgan 7 qavatli novostroyka dom, 7-qavatda joylashgan 2 xonali kvartira. Narxini opsiyaniyada ko'rsatamiz.